O'zbekistonda Wildberries punktlarini ochish tavsiya qilasizmi? Abdurashid aka, Moskvaga keldim. Mana bitta narsa meni hayron qoldiryapti. Yangi qurilgan dom, mana hali odamlar ko'chib kelmaganda, lekin Wildberries punktlari ochilib ketgan. Har bitta dom tagida ikkitadan ko'ryapman. Nimaga aka? Bular hozir Wildberries punkti butun SNG bo'yicha 40 mingtadan ortiqroq. Qancha daromad qiladi bittasi? Bittasi shular оборот adashmasam 100 ming, 150 ming, 200 ming dollar oyiga оборот qiladi. Wildberries komissiya to'laydi 4% adashmasam. Mana shunaqangi punktlarni ochilishi qanchalik ta'sir qiladi? Endi bizga imенно offline biznesga ta'sir qiladi yaxshigina. Odamni hozir erinchoq bo'lib ketyapti. Mana ko'rdingizku Moskvada o'zingiz. Har bitta domni, даже yangi qurilyapti. Bunda odam yo'q. Bunda shu atrofida ham o'zi 10 dan oshiqroq punkt borda. Yaxshigina ta'sir qiladi. O'shaning uchun offline'dagilar doim tayyor turish kerak marketplace'larga. Yaxshigina ulushini olib qo'yadi bozordagi. O'zi aka, O'zbekistonda Wildberries punktlarini ochish tavsiya qilasizmi? Yo'q, O'zbekistonda hozir tavsiya qilmayman. Sababi hali O'zbekistonda yaxshi rivojlanib ketmadi Wildberries, lekin qolgan punktlarni tavsiya qilaman. Masalan, Uzum, Yandex Market, sabr qilib turaman desangiz bo'ladi. Toshkentning o'zida 60 ga yaqin. Toshkentdan olsa bo'ladi. Qolgan hududlarda haligina sabr qilib turishga to'g'ri keladi. Chunki оборот kamda. Wildberriesda savdo qilish yo'llarini qayerdan olsam bo'ladi? Menga obuna bo'ling, o'zim o'rgataman.